qo'rquv bor edi. Yaxshi bo'larmikin, yo'qmikin deb, yo'q. Men Tojikistondan shu ko'z nuri klinikasiga keldim. Shu Instagram orqali, reklama orqali ko'rib keldim. Ko'zimda shu xiraydi-da ko'zim. Xiraydi, plus даже 10 umr bo'lib ketgandi ko'zim. Yerga kelsam 3% ko'ryapti xolos deyishdi. Keyin yo'q, operatsiyaga tayyorlashdi. Avval birinchi o'ng ko'zimni operatsiya qilishdi, u yaxshi ko'rdi. Avval nima bo'ldim bir, nima deydi? Qo'rquv bor edi. Yaxshi bo'larmikin, yo'qmikin deb, yo'q. Birinchisini qildirgandan keyin operatsiya, unisiga ham keyin keldimda operatsiya qilishdi. Yaxshi, bunisi ham hozir bemalol o'qiyapman. Operatsiya og'riqsiz, hech nima sezganim ham yo'q, yaxshi. Maslahatim shu ko'z nuri klinikasiga kelishsin. Yaxshi, Kuryazov mana doktor Odilbek Ibragimovich. Rosa qo'llari yengil ekan. 5 minut ham bo'lgan yo'qda operatsiyaga. Allohga shukr, yaxshi mana.